Isoga ko'z tikaylik. Axir, bu iymon musobaqasida u biz uchun yo'l ochib, butun masofani bizdan oldin yugurib o'tdi. Iso kelajakdagi shodlikka erishish uchun sharmandali o'limni pisand qilmay, qochda azob tortib jon berdi. Hozir esa u Xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi. Bizga qarshi yozilgan ayblov hukmini Xudo bekor qildi. Ya'ni o'sha hukmni xochga mixlab, kuchdan qoldirdi. Sizlar ham bir vaqtlar Xudoga dushman edingizlar. Fikru zikringiz Xudodan uzoq bo'lib, yomon ishlar qilardingizlar. Masihning jismoniy tanadagi o'limi orqali Xudo sizlarni o'zi bilan yarashtirdi. Endi sizlar Xudoning oldida muqaddas, benuqson va aybsiz turasizlar. Biz suvga cho'mdirilib, Masih bilan birga o'ldik va ko'mildik. Otamiz Xudoning ulug'vor qudrati bilan Iso Masih o'likdan tirilganiday, biz ham yangi hayotga ega bo'lamiz. Biz cho'mdirilib, Iso Masihning o'limiga sherik bo'lgan bo'lsak, albatta uning o'likdan tirilishiga ham sherik bo'lamiz. Agar biz Masih bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan yashashimizga ham ishonchimiz komil. Biz bilamizki, Masih o'likdan tirilgani uchun u endi boshqa o'lmaydi. O'lim endi unga hokim bo'la olmaydi. Iso unga dedi: "Men tirilish va hayotdirman. Menga ishongan odam o'lsa ham yashaydi. Kim menga ishonib yashasa, to abad o'lmaydi." Bunga ishonasanmi?